Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ugrilar haqida gaplashamiz. Ugrini siqish kerak emasligini bilarmidingiz? Ugri bu juda ham zararli agar qachonki siqib chiqarilsa. Chunki o'sha siqib chiqarilgan joyda yallig'lanish hosil bo'ladi. Undan tashqari, ya'ni g'alvir yuz degan termin bor. Bu keyinchalik paydo bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, yoshlar kattaroqlarda yuzida mayda-mayda teshikchalar hosil bo'ladi. Ya'ni g'alvirga o'xshab yuzi to'nda shunaqa teshiklardan hosil bo'ladi. Bu ugrini ko'p bosganning hisobiga ham kelib chiqadi. Endi ugri bu qanaqa kasallik? Bu ugri shu yuzdagi yog' bezlarining haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilishi, gormonal buzilishlar hisobidan kelib chiqishi va shu yuzdagi poralarning atroflariga mikroblar tushishi hisobiga zararlanib, shu qizarib, oqarib yoki qora nuqtaga o'xshab yuzda har xil toshmalar paydo bo'lishiga ugri deyiladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p, ayniqsa yoshlarimizda shu ugrining hisobidan yuzga jarohatlab, uni bosib, siqib, qanchalik holatlarga kelib olib kelishyapti. Hech qachon ugrini siqmang. Ugri o'zi yetilgandan keyin osonlik bilan nomiga shu tegsangiz ham chiqib ketadi. Lekin biznikilar esa uni hali yetib pishilmagan ugrini bosib, haligi yetilmagan hujayralar bilan birga yuzdagi o'sha ochiqlikni kattalashtirib chiqarib yuboradi. Ya'ni keyinchalik yuzda mayda chuqurchalar hosil bo'ladi. Bu keyinchalik albatta hech kimga yoqmaydi bunaqa holat. Shuning uchun ugrisi bor do'stlarga shuni maslahat qilamizki, uni siqmang, uni bosmang. Eng avvalo birinchi kosmetolog bilan maslahat qilsangiz bo'ladi. Uni o'zini parvarishlovchi mazlari, kremlar, surtmalar bo'ladi. O'shandan foydalansa bo'ladi. Undan keyingisi endokrinolog. Endokrinologda maslahat olsangiz, o'sha bezlari qanaqa hisobda chiqarilishi, qanaqa ishlashi haqida endokrinolog to'liq sizga ma'lumot berishi mumkin. Va eng asosiysi, uni bizda bitta muammosi, bizga juda ko'p kasallar keladi shu ugri muammosi bo'yicha. Biz bu klinikamizda birinchi o'rinda oshqozon ichagi tozalashdan boshlaymiz. Ya'ni shlaklarni tozalaymiz. Chunki betdagi husnbuzarlar birinchi oshqozon ichak va jigari muammosidan ham yuzaga kelishi mumkin. Birinchi shlaklar tozalagandan keyin ikkinchi o'rinda parazitlar, ya'ni bijja parazitlari tozalaymiz. Ular katta odam va ayniqsa qizlarimiz, opalarimiz kelishadi, ko'p bizga kosmetologlar jo'natishadi shunaqa kasallik. Uchinchi etapimiz esa bu ozonoterapiya. Ozonoterapiyaning shunday xususiyati borki, terini yoshartiradi. Terining tarangligini, quruqligini, terini xullas yoshartirish vazifasi juda katta ozonoterapiya. Ozonoterapiyalarimiz bor. U tashqi tomondan qo'yiladigan ozonoterapiya va tomir ichiga jo'natiladigan ozonoterapiyalar bilan lechena qilganimizdan keyin shu bemorlarimizdan ancha natija olyapmiz. Ayniqsa balog'at yoshlarga yoki kattaroq yoshdagi bolalar, qizlarda hozir juda ham ko'p uchrayapti. Buni oqibatida ko'pchilik stressga tushadi. Chunki ayniqsa qizlarimiz. Chunki uyaladi chiqishga, o'qishga, ko'chaga chiqqanda, boshqa chiqqanda maskalar taqib yoki ko'chaga chiqmay qolib, o'rtoqlariga qo'shilmasdan, ya'ni xijolatchilik o'shani tomonidan ko'p hollarda oddiy shu ugrining orqasidan ham stressga tushish holatlari bo'ladi. Bu qizlarimizga tegishli ayniqsa, agar sizda shunday holat bo'ladigan bo'lsa, hech qachon o'zingizdan uyalmang. Bu kasallik emas. Bu shu teri bezlarining disfunksiyasini ortiqcha ishlab chiqarish. U stressga tushishi o'rniga siz chiqib mutaxassislarga, kosmetologlarga, endokrinologlarga yoki psixiatrga uchiring, maslahat olib bemalol yursangiz bo'ladi. Chunki bu unaqa stressga tushadigan surunkali bu kasallik emas. Agar shu yaqin orada bo'lsa yoki bizni kuzatsangiz, shu vodiyda bo'ladigan bo'lsangiz, bizni klinikaga kelib bemalol maslahat olib, lechena olib bu kasallikdan qutulsangiz bo'ladi. Ma'lumotlarda sizga aytamizki, pastga mana telefon nomerlarimizni Instagram, Telegram, YouTube hamma ijtimoiy tarmoqda kanallarimiz bor. Shunga bemalol bog'lanib, kelib lechena olishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimizga, Telegram, Instagram, YouTube hammasiga obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Sizga bundan keyin yana qiziqarli ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.